Men Xorazmcha shevani hech qachon sotmaganman. Uzun quloq gaplarni eshitdim-da, sizni Xorazmda Salomat Captiva deyishar ekan. Siz 20 yillik o'sha tajribangizdan kelib chiqib, qanday maslahat bera olasiz? O'sha brilliantni haqiqiysi yoki yana qanaqadir turlari bormi? Tabiatdan olingan brilliantlar bor va hozir искусственный sintetik brilliantlar o'stirilib turibdi. Masalan, almashlab bering, shunaqa qiling deganda men qilib beraman. Manzilni eslab qolyapsizlarmi? Yana bir bora eslatib o'tamiz. Biz Chorsuvdamiz. Toshkent shahrining qoq markazida Chorsuvda Gold Center'da 2-qavatida Edem Gold do'konidamiz. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bizni YouTube tarmog'ida kuzatib turgan barcha azizlar. Bugun sizlar bilan noodatiy videoda ko'rishyapmiz. Xudo xolasa bir yangi chiroyli loyiha boshladik. Sizlarga zo'r qimmat brilliantlar, tillalar, o'sha taqinchoqlar ko'rsatamiz. Bunga bizga yordam beradigan inson bizni qadrdon opamiz, juda ham bir bag'ri keng ayol Salomat opa. Salomat opa, salomatmisiz? Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bekzodjon, endi uzrim bor. Men Xorazmcha shevani hech qachon sotmaganman. Shu uchun Xorazmcha narsam zarar yo'qmi? Yo'q. Endi bizni yurtimizda shevalar juda ham ko'p. O'shalarda eng go'zali, eng baribir bu tojni tepasida turadigani albatta Xorazm shevasi. Ayniqsa Xorazmcha qizlar, ayollar gapirsa juda ham shirin chiqadi. Bu bizni suhbatimizni yana ham go'zallashtiradi kerak bo'lsa, inshaalloh. Xudo xolasa, to'g'rimi? Endi aziz tomoshabinlarga endi sizni bilganlar bor, bilmaganlar bor, o'zingizni bir tanishtirsangiz. Men o'zimni tanishtiradigan bo'lsam, salomatman. Necha yildan beri, bir salkam 20 yildan oshiq vaqt bo'ldi. Shu tilla sohasida brilliant, asosiysi brilliant sohasida faoliyat ko'rsatib kelyapman, odamlarga xizmat qilib. 4 yil bo'ldi. Men shu Toshkentda bu Gold Center, Chorsov Gold Center ochilgan vaqtimda kelib, shundan magazin olib, Edem Gold deb ochdik. Ayollarimizga xizmat ko'rsatib kelyapmiz brilliant sohasida. Endi hozirgi kunda faoliyat olib borayotgan do'koningiz Toshkent shahrida, Chorsov bozorida, Gold Center'da 2-qavatda, to'g'rimi? Endi qarang Salomat opa, 3-4 yil bo'ldi Gold Center ochilganiga. To'g'ri, 2022-yilda ochilgan. 2022-yil ochilgan. Siz aytyapsiz 20 yildan beri mana shu sohadaman deyapsiz. Bu Gold Center'dan oldin qayerda edingiz? Xorazmda ham optim qilganman. Boshida optim qilganman, tarqatganman tillachilarga. Keyin o'zim magazin ochib, magazinda ham optim tarqatganman, ham o'zim donlab sotib shunaqa qilganman. Ha. Demak, oldingi do'konlaringiz Xorazmda bo'lgan. Xorazmda tanishadi. Shunday. Endi men uzun quloq gaplarni eshitdim-da, sizni Xorazmda Salomat Captiva deyishar ekan. Endi bu qandaydir laqabmi yoki Captiva endi yangi chiqqan paytda birinchi bo'lib siz olganmisiz? Nimaga aynan Captiva? Bizda Xorazmda Gulnora degan tillachi ko'p, Salomat degan tillachi ko'p. Masalan, aeroportda Salomat aeroport deydilar. Raysentrda ishlaydiganlar, yashaydiganlar Salomat Raysentr. Biza 2009-yilda Captiva yutib olganmiz lotereyadan. Keyin birinchi Captivani Xorazmda men haydaganim uchun Salomat Captiva deb laqab qo'yganlar. Chunki tillachi 3-4 ta Salomat bor-da. Shuning uchun ana ajratib olish uchun meni laqabimni Salomat Captiva deb. Siz lotereyada yutib olganmisiz? Lotereyada yutib olganman. Qarang, juda bir omadli ayol ekansizda. Bo'lmasa, hammaga ham lotereyadan o'zi mashina ham chiqishi, mashinani ham eng kattasi chiqqan ekan sizga o'sha davrda. Bu ham bir qiziq bo'lgan, uyimizda ustalar ishlab yurgan. Men shu aytdim, samimiy qo'l ochiq deganingizdek, 100 ta lotereya olganmiz. 100 ta ana oylikka beradi, majburlab beradi. 100 ta lotereyani ustalarimizga qo'l haqqini bergan vaqti har biriga 2 tada mang deb podarka qilganman lotereyani. Men sizga 2 ta, 15 ta usta bor. 15 ta ustaga
Har birine ikkitadan lotereya berganman. Agar mabodo yutsangizlar, menga nima qilasizlar deb. Bir narsalar jo'shasizlar deb aytganman. Sovg'a qilasiz hozir. Endi o'zlarimizdan chiqqandan keyin voy dema shu ustalar chiqsa nima qilar edik demanda. Biz agar shu bilganda ustalar ham samimiylikda albatta shunaqa qilganmiz. Xudoy ham biladi-da, kimga berishni, kimga uzatishni baribir. Siz endi kutmagansiz-ku o'zingiz. Shunda kutganimda boshqa qalbing onim bo'lsa bermaysan axir. Shunaqa, shunday. Salomat bo'ling. Endi sizda asosan brilliant, to'g'rimi? Ha. Oldin boshida ham brilliant sotganman. Turkiya brillianti, indiski brilliantlari mayda. Keyin tilla sotganman. Boshqada yana уже hamma tillaga o'tib ketgandan keyin yana hamma bilan bo'lmaslik uchun отдельный brilliantda o'tdim. Bu asosiy Ozarbayjon brilliantlari 750 proba. Mana endi siz 20 yillik o'sha tajribangizdan kelib chiqib, masalan bizni kuzatib turganlarga, ayniqsa bu brilliant sevar ayollarga qanday maslahat bera olasiz? O'sha brilliantni haqiqiysi yoki yana qanaqadir turlari bormi? Qanaqasiga haqiqiy brilliantni ajratish mumkin? Turlaridan qaraganda har xil turlari chiqib ketdi hozir. Masalan, tabiatdan olingan brilliantlar bor. Va hozir искусственный sintetik brilliantlar o'stirilib turibdi. Demak bu brilliantni ham o'stirsa bo'ladi. O'stirilgan sintetik brilliantlar bor. O'sha laboratoriyada o'sha maxsus laboratoriyalarda qilingan brilliantlar bor. Endi uni ajratish qiyin. Tabiatdan olingandan keyin toshni tabiatdan olingandan keyin ozgina nimasi bo'ladi? Tuzi bo'ladi, ozgina, bilinar bilinmas. Ozgina ko'mir bo'ladi, ozgina bir narsalari bo'ladi, kattaroq toshli bo'lsa. O'stirilgan laboratoriyada tip-tiniq bo'ladi. Tip-tiniq bo'ladi, hech ideal holatda bo'ladi. Keyin buni yaxshisini nima bo'lsa, bu oq bo'ladi yoki limonli sarg'ishroq bo'ladi, qoraroq bo'ladi. Shuni sifatida qarab narxlar o'zgaradi. Masalan, ko'pisi brilliant, oddiy brilliant deb taqaveradiganlar bo'ladi. Keyin o'zini yaxshi ko'radigan, o'zini eng yaxshi narsani ravo ko'radiganlar eng yaxshi narsani oladi. Shunday. Ozgina pul tikkani bilan yaxshi narsa olgan yaxshi. Endi asosan sizda do'koningizda qanaqa brilliantlar? Bizda hammasi tabiat. Tabiatdan olingan tabiiy brilliantlar bular. Shuning uchun bizlar ko'p mijozlarimiz ko'pincha o'zlari har joydan olmin bir yerdan oladilar. Shu aniq mijozlarimiz keladi bizlar yana. Ana yaxshi narsa oladiganlar. Xudo xolasa bu videolardan keyin, ma'lumotlardan keyin yana ham mijozlaringiz ko'payib. Inshaalloh. Buni masalan nima farqi bor deylar? Masalan, bu mayda tosh brilliant masalan. Bu yaxlit bu ham brilliant, lekin buni masalan bu oq tillaga 750 proba qo'yilgan. Bu baget toshlar o'rtasida. Baget tosh yaxlit. Brilliant nimasiga qaraganda qimmatroq ko'radi. Uni sifati ham yaxshi, lekin hammasi bir. Lekin buni ishlanishida murakkablik bor. Shuning uchun sal qimmatroq bo'ladi baget toshlar. Bu qanaqada? Kulon-a bu? Ha, kulon. Buni unda o'sha zanjirga anaqa olishadi, taqib olishadi. Shved bu nimaga o'xshaydi? Ya, Shved elchisini nimasi medaliga. Hayva Masilishdagi. Qaranglar, chiroyliligini. Agar onajoninglarga olib borib sovg'a qilsanglar bormi? Juda ham bir sig'may ketsa kerak inson bunaqangi sovg'a olsa. Qarang go'zalligini. Duo qiladilar. Juda go'zal, juda ham go'zal. Baribir ayol kishiga mana shunaqa taqinchoqlar ko'proq yoqadi-da, to'g'rimi? Brilliantlar. Ham ertaga bilib bo'ladi, orqangda turadi. Masalan, hozir telefon olasizlar, iPhone 7, 16 deysizlar. 1 yil yo 3 oy ishlatgandan keyin sotaman desangizlar yarim pulni. Shunaqa. Bu ertaga dollaringizmi, so'mingizmi inflyatsiya bo'lgan taqdirda bu ustiga pul minaveradi.
xuddi o'sha ko'chmas mulkdek buni ham narxi oshaveradi, Shu to'g'rimi? oshadi. Tilla oshgan hisobidan ham toshning sifatiga qarab, tosh qancha katta bo'lsa, yaxshi bo'lsa, Demak, hech qachon qadrsizlanib qolmaydi bu hech narsa. tilla brilliant hech qachon qadrsizlanmaydi. Masalan, so'rab keladilar, masalan, buni arzon bo'lmaydimi, ertaga sotaman desam arzon bo'lib qolmaydimi bunaqa. Masalan, bu narsani olgan odam ertaga sotaman deb olmaydi birinchidan. Shunday. Buni bir ikkinchidan masalan mashina olsangiz ham, avtomobil olsangiz ham 1 yildan keyin yo 6 oydan keyin yili nima bo'lsa narx tushadi. Lekin 1000 marta shu mashina olgandan masalan telefon olgandan 1000 marta shuni olgan yaxshi. Ertaga sandiqni bir burchagida yotsa ham ertaga pul bo'ladi-da bu. Kerak paytda asb qotadi baribir. Inshaalloh. Yoki o'sha avloddan avlodga o'tishi mumkin. O'sha nevarasiga beradi, qiziga beradi. Zarar qilmaydi xullas. Zarar qilmaydi. Hech qachon zarar qilmaydi. Ha, juda yaxshi. Bizga bir ozgina maqtaning unda, bir obzorlarni ayting. Bu kvadrat komplekt kitob. Bu hozir trendda bo'lib turibdi. Hamma shuni taqib turibdi. Nomi kitob. Kitob. O'sha o'zi ham o'zi kitobga o'xshab turar ekanda. Ekan, shu hammasi hozir shularni taqib turibdilar. Keyin xojonalarimiz bularni taqib turibdilar. Yana bu naturalniy izumrud, zumrad tosh, tevaraklari brilliant, qora radirovka qilingan. Buni nimasi 750 proba, usti 585 ta. Nimaga ko'pincha 585 ga qo'yiladi? Ko'pincha. Oldinlari eski nima vaqtida brilliantlari bularimiz, onaxonlarimiz brilliant olishgan. Ko'p bo'lmagan bunaqa. Bir bo'lmagan. Masalan, sanoqli odamlar taqqan, sanoqli nimalar. Bunda ko'pinchali ustini nima qilar edilar? Masalan, brilliantlar ustini beri sariq bo'lsa, 750 proba bo'lsa, bu yerini tosh qo'yadigan joyini platinadan qilinar edi. Platina nimaga desangiz, platina qattiq metal. Qattiq bu brilliant ham qattiq bo'lgani uchun ushlab turar edi. Hozir bizlar buni 21 karatlik, 18 karatlikka ko'pincha qo'yilsa, toshi ushlamay tutmay qolishi mumkin. Shuning uchun ana 585 qattiqroq bo'ladi, 585 ta qo'yiladi. Ko'pincha uni sababida. Endi hamma narsani o'zini sababi bor-da. Ha. Bularni yoshlarimiz taqadi, masalan, yosh 30 yoshgacha, 35 yoshgacha taqadiganlar bular oq, hozir o'sha nimada bo'lib turibdi. Bular baget. Juda ham chiroyli baget hozir masalan. Chiroyli qarab. Har qanday toshlari baget tosh, brilliantda baget. Qoyil. Juda chiroyli ishlangan ekan. Har qanday o'sha barmoqni ham narxini oshirib boradigan uzuklar ekan. Ko'z tegmasin. Barcha akalarimiz, ukalarimiz onalariga, singillariga, qizlariga, ayollariga sovg'a qilishni nasib qilsin. Mana shunaqangi zo'r brilliantlardan. Masalan, bu qorada qo'yilgan, usti qora radirovka qilingan. Bu ham 585 proba, nimasi 750 proba. Buni ko'pincha onaxonlarimiz oladi. Buni qarang, masalan, bu вообще chiroyli. Ana. Haqiqiy uyda general qaynonalar taqadigandan ekanda. Dahshat. Bu nimaga oq qora? Oq qora, shuni aytyapman. Har kimni nimasi? Vkusi deymi, nima deydi anosi? Didiga mos. Birovlar qora yoqadi. Ko'pincha katta yoshlari buni olib turibdilar. Yoshroqlari buni olib turibdilar oqni. Lekin hozir anoniyroqlari nima deydi? Takoy bo'ladi-ku. Shular bunda qilib turibdi. Mana. Bu ham hamma bop. Kerak bo'lsa, yosh 18 yoshdan 80 yoshgacha taqsa bo'ladi. Demak, yosh tanlamaydigan bular. Juda ajoyib, chiroyli, go'zal. Bular hammasi brilliant, to'g'rimi? Brilliant, hammasi brilliant. Magazinimdagilar hammasi brilliant. Yana qanaqa mijozlar keladi, arzon so'rashib keladilar. Arzonlari bo'lishi mumkin. Ba'zi magazinlarda
Men endi kim qanaqa sotishini men qiziqib ham ko'rmaganman. Shuning uchun men hammasi ko'pincha birinchi etajda tillachilar, tillachilar. Men faqat ikkinchi etajdaman. Men qiziqib ham ko'rmayman. Magazinlar boshqa magazinlar. Va hech kimni o'zimga raqobatchi ham deb bilmayman. U kim qanaqa sotadi men bilmayman, lekin xaridorlar keladi, u yoqda arzon ekan, bu yoqda arzon ekan, bu qanaqa. Endi ko'pinchalik taqilgan narsalar ham pul zarar bo'ladilar yoki bo'lmasa boshqa nima maqsadda sotilganlari taqilgan eskiroq, masalan, eskicha model bo'ladi yoki bo'lmasa taqilgan narsalari olib kelib topshirib ketadilar. Shularni arzon narxda olib qolib, ba'zilari endi ko'pchilik emas, men endi bilmayman. Shunga ko'ra arzon berishlari mumkin, lekin bizlarda hammasi yangi narsalar taqilmagan, lekin bor, bir ikki taqilganlari bor. Men aytaman, bu taqilgan. Bu ogohlantirasiz. Bu eski narsalar, buna deb aytiladi. Chunki aytmay sotsang yolg'on gapirasan, taqilmagan, yangi narsa deb oladi. Chunki agar endi bilmayman, Alloh o'zi biladi, Alloh bilguvchi, lekin aytishadi, tosh, brilliant esda qoldiradi. Nasi bor? Masalan, birov taqqanni, masalan, kasal odam taqsa, yo bo'lmasa bir nima baxtsiz deydilar. Men endi bilmayman, uni odamlar gapi, men endi bu narsalarga tushunmayman, ishonmayman, u narsalarga e'tibor beraman. Lekin birovlar shu ayniqsa olmos nimada qoldiradi, birov taqqan narsasini iloji boricha taqmaslikka maslahat beraman-da, bir tosh har bo'lgandan keltirib. To'g'ri gapingiz. Chunki mana kumush taqsangiz ham o'sha energiyasini oladi deymilar, bir narsa bilan. Kumush taqsa ham o'zi haqiqatan qorayadi, o'sha nimasidir bor. Faqat ayollar olmaydi, masalan, brilliantni. Erkak mijozlarimiz ham ko'p. Chunki ayollariga, qiziga, onalariga olishadi. Masalan, men maslahatim iloji boricha taqilmagan brilliant olganingiz ma'qul, endi imkon darajasida. Keyin ham yana nima so'rashadi, qanaqa nima deb. Brilliantini aniq odamdan olgan yaxshi, chunki aytib turibman, искусственный laboratoriyada ekilgan brilliantlar ham ko'p. Shuning uchun farqini nima qilish kerak? Ishonchli odamdan olish kerak. Shunaqa, albatta. Ertaga ham masalan ishonchli odamdan olsa, ertaga men olib kelganda masalan almashlab bering, men shunaqa qiling deganda men qilib beraman. Chunki imkoniyatlar bor. Imkoniyatlar bor. Chunki o'zingizni mahsulotingizni taniysiz, bilasiz. Shu 100% ishonganim uchun ham men 1 yildan keyin kelsa ham, 1,5 yildan, 2 yildan keyin kelsa ham, masalan, ayollar bugun kiygan ko'ylagini ertaga kiyasi kelmaydi. Shunga o'xshab, masalan, bu brilliantni ham 1 yil, 2 yil taqdidan boshqa o'rtog'ida ko'rdi, ki voy boshqasini olaman desa puli yetmaydi. Nima qiladi? Men shularga nima qilib qo'yibman. Keling, bemalol imkoniyat berib qo'yman. 1 yil, 2 yildan keyin kelsangiz, men shuni almashlab beraman. Sizlar xohlagan nimaga deb. Shunaqa. Ha, sog' bo'ling. Endi bu videoni ko'rayotgan ayollar, opa-singillar o'sha pochchaga jo'natib qo'yasizlar. Videoni jo'natib qo'yinglar. Bilsin qayerdan olish kerakligini, kimdan olish kerakligini, nima olish kerakligini, to'g'rimi? Shuda. Manzilni eslab qolyapsizlarmi? Yana bir bora eslatib o'tamiz. Biz Chorsuvdamiz. Toshkent shahrining qoq markazida Chorsuvda Gold Center'da 2-qavatida Edem Gold do'konidamiz. To'g'ri shu yerga kelaverasizlar. Kimda kim o'zini brilliant bilan xursand qilmoqchi bo'lsa.